Viloyatda infratuzilmani yaxshilash va tadbirkorlikni rivojlantirish uchun kelasi yil qariyb 10 trillion so'm resurs beriladi. Ajratilayotgan mablag'ning 1 trillion 700 milliard so'mi Sharof Rashidov tumaniga to'g'ri keladi. Eski Toshkentlik, Saraylik, Yaxtanlik, Taraqqiyot mahallalarida 300 dan ortiq xonadon mebelchilik bilan shug'ullanadi. Tumanning yangi hokimi Ashurov ushbu 4 ta mahalla uchun eng qulay hudud bo'lgan Saraylik mahallasida 3 gektar joyini tanlab, ajratilgan mablag'larni 2 milliard so'm hisobidan mebelchilik markazini tashkil etsa, tumanda bu soha sanoat darajasiga chiqadi. Natijada 1,5 ming odamning daromadi ko'payadi. 250 mingdan ziyod aholi yashayotgan Sharof Rashidov tumanida bironta park yo'q. Shu bois Yangi hayot mahallasida foydalanmay turgan 10 gektar maydonda yashil park barpo qilish uchun 10 milliard so'm ajratiladi. Tuman hokimi Ashurov hisob-kitob bilan yondashsa, kelasi yil park hududida kamida 100 ta do'kon, oshxona, servis obyektini ishga tushirsa, bemalol 500 kishini band qilsa bo'ladi. Kuyovboshi mahallasidan o'tgan kanalning 1,5 kilometr qismi obodonlashsa, 3 gektar joy ochiladi va 30 ta savdo servis loyihasida 100 ga yaqin odam ishga joylashadi. Uvosboy qishlog'i infratuzilmasi uchun 2 milliard so'm berilsa, tadbirkorlar 150 o'rinli sihatgoh, 20 ta mehmon uyi, soy bo'yida 50 ta servis obyekti qurishga tayyor. Yangi Diyor mahallasidagi yaylov yerlarida 30 ta kapsula uylar, umumiy ovqatlanish va xizmat ko'rsatish shoxobchalarini ishga tushirish orqali ekoturizm maskani tashkil qilsa bo'ladi. Shuningdek, Sharof Rashidov tumanida 9 ta mahallaning infratuzilmasini yaxshilashga Jahon bankining 8 million dollarlik mablag'i beriladi. Umuman tuman hokimi barcha 48 ta mahalladagi imkoniyatlarni shunday tahlil qilib, mablag'ni samarali ishlatib, keyingi yil servisda 10 ming aholi bandligini ta'minlasin va tumanni kambag'allikdan xoli hududga aylantirsin.